Oxirgi 20 yil ichida juda katta mashhurlikka erishgan parallel olamlar mavzusi ko'plab filmlarni markaziy qismiga aylanib, o'ziga katta e'tibor qaratmoqda. Qasoskorlar filmi, Rick va Morty multseriali bu borada eng mashhur misollar bo'la oladi. Boshqa fantastik filmlardan farqli ravishda parallel olamlar g'oyasi faqat fantastlarning fantaziyasidan emas, balki kvant kimyosining bashoratlaridan kelib chiqqanini bilasizlarmi? Yaxshilab joylashib olinglar. Bugun parallel olamlar mavjudmi va har birimizning yovuz egizligimiz bormi, yo'qmi bilib olamiz. Mexanikasini yaratilishiga sabab bo'lgan muhim kuzatuvlardan bittasi ikki tirqichli tajriba hisoblanadi. Unda nishonga bitta otilgan elementar zarrachalar ikki tirqichli to'siqdan o'tganda to'lqinlarga xos bo'lgan interferensiya naqshini hosil qilishi aniqlangan. Lekin tirqichlarga zarrachani aniqlovchi sezgir datchiklar o'rnatilsa, ekranda to'lqin emas, balki zarrachalarga xos naqsh paydo bo'lishi olimlarni hayron qoldirgan. Ushbu hodisani izohlash uchun Schrödinger o'zini mashhur tenglamasini taklif qildi. Bu tenglama olamdagi eng kichik zarracha xususiyatlarini matematik ko'rinishda ta'riflab beradi. Bu tenglamani oddiyroq tushunish uchun bitta misol keltiramiz. Tasavvur qiling, oldimizda ikkala qo'li bo'sh bo'lmagan bola bor va uni qo'llarida faqat o'zi ko'tara oladigan narsalar mavjud. Ammo ular nima ekanini bilmaymiz. Lekin bola atrofini kuzatsak, u bog'da turibdi. Yana ham diqqat qilinsa, bog'da faqat olma daraxtlari bor. Demak, bolani qo'llarida olma bo'lish ehtimoli juda yuqori. Nega yuqori? Chunki u bog'dan boshqa narsalarni, barg yoki shox-shabbalar yig'gan bo'lishi ham mumkin. Ammo yetilgan olma turganda barg yoki shox-shabba olinishidan ma'no yo'q. Ayniqsa bola uchun matematik ko'rinishda bu holatda quyidagicha ifodalash mumkin. Agar bolani qo'llarida olma bo'lsa, biz uni ikkala qo'lida bittadan olma borligini bilamiz. Bu tenglamani noma'lum qismi albatta olma bo'ladi. Schrödinger tenglamasi ham xuddi shunday ishlaydi. U oldindan aniqlangan shartlarga ko'ra zarrachalarning ehtimoliy holatlarini aniqlab beradi. Kvant mexanikasida muhim zarrachalardan bittasi elektron hisoblanadi. Elektron singari nihoyatda kichik zarrachalar bir vaqtda o'zida ham to'lqin, ham zarracha sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Bu holat matematik nuqtai nazardan to'lqin funksiyasi orqali ifodalanadi. Schrödinger tenglamasi bo'lsa, to'lqin xususiyatlarini hisoblash imkonini beradi. Natijada atom va molekulalarning kimyoviy xossalarini juda katta aniqlik bilan hisoblash mumkin bo'ladi. To'lqin funksiyasi aslida zarrachalarning ehtimoliy taqsimotini ko'rsatadi. Ya'ni elektronni ma'lum bir hududda topish ehtimolini belgilaydi. Ammo bu ehtimollik faqat matematik son sifatida mavjud bo'ladi. Tajriba vaqtida bo'lsa, jarayon boshqacha ta'riflanadi. Kuzatuv sodir bo'lganda, to'lqin funksiyasi bir nuqtaga yig'iladi va elektron to'lqin ko'rinishidan zarracha ko'rinishiga o'tadi. Ushbu yig'ilish hodisasi ilm-fanda kollaps deb etiladi. Bu jarayon kvant mexanikasi obyektlarini ayrim xususiyatlarini o'lchash vaqtida ro'y beradi. Misol sifatida mashhur Schrödinger mushugi tajribasini keltirish mumkin. Agar mushukka zahar joylashgan qutiga solsak, qutini ochib kuzatmagunimizgacha mushuk bir vaqtda o'zida ham o'lik, ham tirik hisoblanadi. Faqat kuzatuv amalga oshirilgandagina mushuk aniq holatini bilib olishimiz mumkin. Qutini ochib mushukni kuzatganimizda ehtimolli 0 dan 1 gacha bo'lgan qiymatlar orasida aniq natijaga 0 yoki 1 ga, boshqacha aytganda, mushuk zaharlangan yoki tirik holatlarga o'tishini aniqlaymiz. Schrödinger mushugi holatida biz faqat bitta xususiyatni kuzatib bormoqdamiz. Ammo fizik zarracha haqida gapirganda kollaps bitta emas, balki ko'plab xususiyatlarni belgilab beradi. Ilmiy va falsafiy nuqtai nazardan bu holat noodatiy va g'alati ko'rinadi. Chunki kuzatuvchining xatti-harakatlari kuzatilayotgan obyekt taqdiriga ta'sir qiladi. Olimlar kollaps sodir bo'lishini bilishsa ham, u nima sababdan ro'y berishini hali hanuz o'rganib kelishmoqda va bu muammoni hal qilish uchun bir qancha takliflarni ilgari surishgan. Ular orasida eng qiziqarlisi va keng tarqalgan nazariya kvant mexanikasini ko'p olamli talqini yoki parallel olamlar haqidagi g'oya hisoblanadi. Bu fikr Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Princeton universitetida ta'lim olgan Hugh Everettning ilmiy ishidan kelib chiqqan. Everett zarracha xususiyatlarini o'lchash jarayonida yuzaga keladigan to'lqin funksiyasining kollapsi aslida matematik jihatdan to'lqin funksiyalarini kvant superpozitsiyasiga teng degan fikrni ilgari surdi. Ya'ni zarracha bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga o'tayotganda u bitta yo'l bilan emas, balki barcha mumkin bo'lgan yo'llar orqali harakat qilishi mumkin deb aytdi. Shunda zarrachani oxirgi nuqtada topish ehtimoli barcha yo'llardan yurish ehtimollilarini yig'indisiga teng bo'lardi. Tasavvur qiling, zarracha A nuqtadan B nuqtaga o'tishi kerak.
A va B nuqtalarini cheksiz sonli chiziqlar orqali bog'lash mumkin. Zarracha uzun va chalkash chiziqlar bo'ylab ham B nuqtaga borishi mumkin, lekin bu ehtimolli juda past bo'ladi. Sal egroqroq yo'llardan borish ehtimoli biroz yuqoriroq bo'ladi. Eng yuqori ehtimolli bo'lsa, to'g'ri yo'l orqali borishga mos keladi. Everett fikri bo'yicha bo'lsa, zarracha aslida barcha yo'llar bo'ylab harakat qiladi. Biroq tajribada olimlar aniqlagan yo'l bizni dunyoyimizda sodir bo'ladi. Ammo boshqa yo'llarni tanlagan zarrachalar parallel olamlarda o'z harakatini davom ettiradi va yangi dunyoni yuzaga keltiradi. Schrödinger mushugi misolida bizni dunyoyimizda tirik qolgan mushuk parallel olamda zaharlangan bo'ladi. Endi yana olmazordagi bola misoliga qaytsak, bolani qo'lida olma borligini bilamiz. Lekin uni rangi va ta'mi haqida ma'lumotimiz yo'q. Agar daraxtlardagi olmalar turli rangda bo'lsa, bola nazariy jihatdan qaysi olmani olishni tanlaganda parallel olam paydo bo'ladi. Bizning olamda bola to'q qizil olmani olsa, parallel olamda och qizil, yana boshqa birida yashil olmani tanlagan bo'ladi. Natijada hayotimizda har bitta soniyasida cheksiz parallel olamlar yaralib boradi. Qasoskorlar filmidagi qahramonlarni o'zga olamlarda cheksizlik toshlarini yig'ishi yoki Rick va Morty multserialidagi cheksiz bobo va nabira variantlari ham kvant mexanikasini aynan shu talqiniga asoslangan. Shuningdek, kelajakka qaytish, O'rgimchak odam, Superman, hammasi hamma joyda va bir vaqtda, Loki va yana ko'plab film hamda seriallar aynan shu ko'rinishdagi parallel olamlarni ko'rsatish orqali mashhurlikka erishgan. Endi ilmiy nuqtai nazardan bu mavzuga chuqurroq nazar tashlasak, kvant mexanikasini ko'p olamli talqinini hayotda har bir soniyasida koinotni cheksiz olamlarga bo'linish sifatida tasavvur qilish xato bo'ladi. Everettdan so'ng aniqlashtirilgan ko'p olamli talqinga ko'ra, kvant dunyosi faqat bitta, ammo undagi juda ko'plab zarrachalar butun olam funksiyasi orqali izohlanadi. Siz ham oldingizdagi elektron qurilma ham qo'shni uy, Amerikadagi ozodlik haykali, Andromeda galaktikasi va butun koinot yagona tizimga birlashtiriladi. Bu dunyoni aniq holatini son-sanoqsiz usullar bilan ta'riflash mumkin va aynan shu talqin kvant mexanikasida tabiiy bo'lgan noaniqlikni keltirib chiqarmaydi. Chunki koinotda hech kim chetdan turib, uni bir qismi bo'lmasdan tasvirlay olmaydi. Aynan shu talqinda kuzatuvchi muammosi butun koinot darajasida hal bo'lmoqda. Shuning uchun ham ba'zi mualliflarning fikricha ko'p olamli atamasi faqat chalg'itadi. Bu talqin boshqa dunyolarning haqiqiy mavjudligini emas, balki yagona va real mavjud dunyoni taklif qiladi. Yana bog'dagi bola misoliga qaytsak, bola to'q qizil olmani tanlab qo'liga olganda, och qizil yoki yashil olmani tanlash imkoniyatlari yo'q bo'lib ketadi. Yoki qizil olmani tanlagan varianti bilan qo'shilib ketadi. Bolaning miyasida bo'lsa, faqat boshqa rangli olmani olsam bo'lardi degan fikr qoladi xolos. Bir tomonni bu gaplarning hammasi mantiqsiz, hatto oddiy odam uchun foydasiz tuyulishi mumkin. Ammo bu g'oya ilmiy va falsafiy jihatdan nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Aynan shu talqin kuzatuvchini kvant obyektiga ta'sir qilmasdan o'lchov jarayonini amalga oshirish mumkin emasligini ko'rsatadi. Kvant mexanikasining ko'p olamli talqini dastlab juda salbiy qabul qilindi, hatto e'tiborga ham olinmadi. 1956-yilda kvant mexanikasining otasi Niels Bohr va uni hamkorlari bu nazariyani butunlay rad etishdi. Natijada Everett 1957-yilda ilm-fan olamini tark etdi va bir umr bu sohaga qaytmadi. Biroq boshqa olimlar bu nazariyani qo'llab-quvvatlab, ikki tirqishli tajribada yagona fotondan hosil bo'ladigan naqshni bir necha olamlardagi fotonlarni ta'siri bilan izohlash mumkinligini ta'kidlashdi. Bu bo'lsa nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim qadam bo'ldi. Hatto kvant hisoblash mashinalari haqida yozilgan ilk maqolalardan birida ko'plab olamlar natijasida yuzaga keladigan parallelizm tufayli universal kvant kompyuteri yaratilishi va ehtimollikka bog'liq vazifalarni nihoyatda tez bajarish mumkinligi ilgari surildi. Oradan deyarli 50 yil o'tib, birinchi kvant kompyuterlari ishga tushdi va ular eng kuchli superkompyuter minglab yillar davomida bajaradigan amallarni atigi bir necha soniyalar ichida amalga oshirdi. Video so'ngida bo'lsa, yana bitta zerikarli, o'yin buzuvchi gap etamiz. Barcha mashhur filmlarda ko'rsatilgan parallel olamlar kvant mexanikasidan ilhomlangan bo'lsa ham, ular olimlar fikrini faqat bir qismini olib, boshqa qismini tashlash orqali yaratilgan ijod mahsulidir. Hozirgi kunda parallel olamlarning mavjudligini aniqlashning imkoni yo'q va ular mavjud deb qaralmaydi. Shuning uchun ham Tony Stark Mobius lentasida
kvant dunyosiga sho'ng'iy olmaydi. Rik va Morty bo'lsa hech qanaqa variantlarini topa olishmaydi. Butun olamda faqat biz mavjudmiz va biz yovuz egizak emas, faqat o'zimizni ongimizda bo'lishi mumkin xolos. Kvant mexanikasida bo'lsa, Niels Bohr taklif qilgan Kopengagen talqini yetakchi hisoblanadi. Bu haqida kelgusi videolarimizda albatta gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlar bo'limida o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Yonida yana qanaqa ilmiy mavzu qiziqligini ham yozinglar. Balki aynan sizning fikringiz keyingi video mavzusi bo'lar.